Mubini nimaga siqilib o'tiribsiz? Telegramda spam bo'lib qoldim. Bo'ldi, spamdan chiqish muammo emas-ku. Qanaqa qilib? Men bilaman, hozir sizga ham shu videoni ko'rib turgan hammaga o'rgatib qo'yaman. Mana shunaqa Telegramdagi spam bo'lsa, spamdan chiqib olishadi. Undan oldin nima qilish kerak? Bu videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yish kerak. Videoga hoziroq like bosib qo'yinglar. Anchadan beri spamdan chiqa olmayotgan bo'lsanglar, bu video sizlarga yechim bo'ladi. Spamdan chiqish uchun birinchi navbatda Telegramga kirib, xuddi shu ilova Xuzbot botimizga kirib olasizlar. Faqat originalga kiringlar. Xuddi shunaqa yozilganiga kiramiz. Botga boshlash tugmachasini bosamiz. Bu yerda mana shu skripka yonida to'rtburchakga bosib, pastroqqa tushib, keyingi qatorga o'tamiz. Bu yerdan eng tagida ko'rishingiz mumkin. Tek spam chiqish joyi bor. Xuddi shu joyga bosamizda. Men sizlar uchun bu yerda mana ikkita tekst tayyorlab qo'yganman. Shu yerdan bitta tekstni kopировать qilib olasizlar. Shundan ustiga bosib mana shunaqa kopировать qilib olasizlar. Keyin bu yerdan spam botga o'tasizlar. Spam botdan boshlashni bosamiz. Eng tagidagi bu xato joyga bosasizlar-da, men hozir ariza yuborganman. Sizlar bo'lsa naryo botdan olgan arizanglarni mana shu yoqqa stavit qilasizlar-da. Shunchaki yuborsanglar, akkauntinglarni spamdan chiqazib beradi. Videoni anchadan beri spamdan chiqa olmayotgan do'stinglarga jo'natib qo'yinglar hamda istoriyalarga qo'yib yuboringlar. Profilimga o'tadigan bo'lsanglar, bundan da qiziqarli va sizlarga aniq foydasi tegadigan videolar bor.